Voy bolajonlar, nima qilyapsiz? Xom gilosni olib yeb bo'lmaydi. Qorningizni og'ritadi. Yuvilmagan mevalarda mikrob juda ko'p bo'ladi. Kelinglar yonimga. Qani kelingchi yonimga. Voy bu bolajonlarim, xom giloslarni muncha terib oldingiz. Xom gilosni yeyish mumkinmi? Ustozjon, men xom gilosni terib olmadim. Xom mevalar qorinni og'ritadi. Yuvilmagan mevalarda mikroblar ko'p bo'ladi. Bolajonlarim, mana ko'rdingizmi Eldorjonning qancha esi ko'p. Siz ham xuddi shunday bo'lishingiz kerak. Xom mevalarni yulmaslik kerak. Yuvilmagan mevalarni yeyish kerak emas. Ustozjon, kechiring, boshqa olmayman. Ustozjon, kechiring, boshqa olmaymiz. Do'konda mevalar pishgan yoz oyida ichburuzdan kerak, qolipda o'z joyi. G'ildir bu nima? Yotamanmi burchakda? Ov mavsumi boshlandi. Mening joyim ichakda. Oshqozonga yo'l topib olsam, qalbim quvnaydi. Qancha bolalar qo'llarini yuvmaydi. Oziq, ovqat, o'yinchoq barchasida hozirman. Yuqumli kasalliklar ichra katta nozirman. Qolib ketar o'yinlar, ta'tillar ham tatimas. Qorningizni changallang, ichbiriq anoyimas. Mana qarang, turibmiz artilmagan mevada. Kela qoling zumradon, maftunayu xolida. Hovuzchada cho'milgan hamdamga ham yopishdik. Qancha mikroblar ko'lmak suvda topishdik. Sanar bo'lsam birma-bir 10 ta daftar to'ladi. Yoz mazada har kuni bizga bayram bo'ladi.